Biror shaxsga qarz berayotganda hozirgi maslahatlarga amal qilmasangiz, siz ham yuqorida videoda ko'rsatilgan shaxsning holatiga tushib qolishingiz mumkin. Nima sababdan bunday deyapman, hozir asoslab beraman. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 109-moddasiga muvofiq, agar siz birorta shaxsga bazaviy hisoblash miqdorini 10 barobardan ortiq miqdorda qarz berayotgan bo'lsangiz, bitimni oddiy yozma shakliga amal qilishingiz kerak. Bitimni oddiy yozma shakli nima? Bu O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 108-moddasi bilan tartibga solingan. Ushbu moddaga ko'ra yuridik shaxslar bilan o'zaro yoki fuqarolar tomonidan tuziladigan bazaviy hisoblash miqdoridan 10 barobardan ortiq bo'lgan, qonunda belgilangan holatda esa summadan qat'iy nazar tuziladigan bitimlar hamda notarial tartibda tasdiqlashni talab qilmaydigan bitimlar bitimning oddiy yozma shakli hisoblanadi. Ushbu holatda bu qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Agar nizo kelib chiqqan holatda siz sudga murojaat qilsangiz, sizni og'zaki tuzgan shartnomangiz haqiqiy deb topilmaydi, lekin guvohlar ko'rsatuvlar orqali isbotlash huquqidan mahrum qiladi. Ya'ni birorta shaxs agar siz haqiqatdan bu shaxsga qarz berganligingizni ko'rsa va buni sudda ta'kidlasa, sud uni guvohligini inobatga olmaydi. Faqatgina 109-moddada siz ushbu holatni boshqa dalillar orqali isbotlash huquqiga ega ekanligingiz belgilangan. Boshqa dalillar sifatida Telegram yozishmalari, audio yozuvlar yo bo'lmasa SMS xabarlari ham inobatga olinishi mumkin. Shunday ekan, birorta shaxsga qarz berayotgan paytda albatta bitimni oddiy yozma shakliga amal qiling. Hech bo'lmaganda tilxat olib qo'yishni unutmang. Hamda ushbu videoni qarz ko'p beradigan tanishlaringizga ham yuborib qo'ying.